hozirgi kunga kelib 90% ayollar hayotida bir marta bo'lsa ham ozishni o'ylab ko'rgan. To'g'rimi? Lekin sizga ozish bo'yicha umuman noto'g'ri informatsiya berishgan. Birinchi o'rinda och qolib ozish. Och qolib ozish bu defitsit kaloriya. Defitsit kaloriya bilan birgalikda defitsit vitamin, defitsit mineral bo'ladi. Bu kelajakda siz organizmingizda kasalliklarga olib keladigan holatlar ko'p kuzatiladi. Ikkinchi o'rinda tez natija va'da qilinadi. Tez natija ya'ni bir kunda 2 kilo ozish, bir kunda 5 kilo ozish, bir oyda 30 kilo ozish, bir oyda 15 kilo ozish. Tez natija bu vaqtinchalik. Keyinchalik siz 2 baravar, 3 baravar semirib ketishingiz mumkin. Undan tashqari to'g'ri ozish aslida qanaqa bo'ladi? Ya'ni kiloda maksimalni gramlab vazn ketishi boshlagandan keyin siz to'g'ri ovqatlanish bilan birgalikda, ya'ni organizmga vitamin, mineral, oqsil, suv normasini va fitness harakatlarini yo'lga qo'yganingizdan keyin bir oyda maksimalni harakat qilganingizda 10 kilo ozish bu norma hisoblanadi. Bu ya'ni sizni taningiz uchun, bu sizni teringiz uchun, bu sizni o'zingiz uchun ham bir oyda 10 kilo maksimalni vazn tashlash bu norma hisoblanadi.